Ey iymon keltirganlar, Alloh taologa nasuh tavba qilinglar. Nasuh tavba qanaqa tavba? Banda agar nasuh tavba qilsa, Alloh taolo malaikalarga buyuradi, unut. Yelkamizda yozib turuvchi kiromin katibin farishtalarga buyuradi, unut. Yer yuziga buyuradi, unut. Nimani unut? Shu bandani qilgan gunohini. Yelkamizda turgan farishtalar bizni qilayotgan savob va gunoh amallarimizni to'xtovsiz kecha kunduz yozib turadi. Ammo banda qilgan gunohidan tavba qilib, nasuh tavba qilgan bo'lsa, mana shu farishtalar esdan chiqarmaydi. Yozilgan narsa o'chmaydi. Yer yuzida qilganmizmi shu gunohni? Banda gunoh qilarkan shu yer yuzida qiladi, shu gunohni hatto yerga ham unuttirib qo'yadi. Nimasini unut deydi? Uni qilgan gunohini. Chunki bu banda nasuh tavba qildi. Alloh as-sittir bo'lgan zot. Alloh taolo o'chirib tashlaydi, yopib tashlaydi. Mana payg'ambarimiz aytganlaridek, at-taibu minaz-zambi kaman la zambala. At-taibu minaz-zambi kaman la zambala. Gunohidan tavba qilgan kishining misoli xuddi gunoh qilmagan kishining misoli kabi. Haqiqiy nasuh tavba qilgan banda shu gunohini qilmagandek banda. Nasuh tavba. Mana aytyapmiz, nasuh tavba. Qanaqa bo'ladi nasuh tavba? Tavba qildim deb qo'yib chiqib qo'yadigan emas. Tavba qildim, bo'ldi, Xudo qattiq qilmaydi, ayttasini qilib qo'yadigan emas. Bu masxaravozlik ekan. Ulamolar aytadi, bandani tavbasi qabul bo'lishi uchun, uni tavbasi nasuh tavba bo'lishi uchun 3 ta shart bo'lishi kerak. Ko'p aytamiz buni. Birinchisi, shu gunohni to'xtatish kerak. Ikkinchisi, shu gunohni qilganligiga qattiq afsus, nadomat chekish kerak. Uchinchisi, qaytib qilmaslikka ahd berish kerak yoki shu ahdda turish kerak. Shunda uning tavbasi nasuh tavba bo'ladi. Shunda Alloh taolo mana shu qilgan gunohini o'chirib tashlaydi, yopib tashlaydi, hatto yelkasiga yozib turgan farishtalar ham uni esdan chiqaradi. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Astagfirullah. Vallohu yuridu an yatuba alaykum va yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan azima. Alloh tavbalaringizni qabul qilishni istaydi. Xoyu havasga berilgan kimsalar esa haq yo'ldan butunlay og'ib ketishingizni istaydi. Alloh siz bilan bizni gunohimizni kechirishligini xohlaydi. Alloh tavba qil deb buyurdi bizga. Nima uchun? Tavbamizni qabul qilish uchun. Alloh istig'for ayt banda qilgan gunohingga dedi. Nima uchun? Istig'forimizni qabul qilib gunohimizni kechirish uchun. Alloh taolo mendan so'ra dedi. Nima uchun? So'raganimizni berishlik uchun. Qarang, Alloh taolo gunohingni kechirishlikni xohlaydi deyapti. Lekin haqdan toyilgan insonlar esa sizni mana shu toyilishingizda davomiy bo'lishingizni xohlaydi. Ular bilan o'tirib biror xatoga, gunohga yo'l qo'yib qo'ysangiz, bo'ldi endi deydi. Mana qildi endi, yuraver endi deydi. Lekin Alloh taolo nima deyapti? Sen tavba qil, men tavbangni qabul qilay. Istig'for ayt, gunohingni kechir.